Mazda 3 avtomobili akamiz xohishlariga ko'ra o'zgacha dizayndagi, o'zgacha ko'rinishdagi chiplik kalit qilib berdik. Ya'ni akamiz xohishlari bo'yicha oddiy dizayn emas, menga pult ko'rinishdagi dizaynni qilib bersangiz degandi. Hozir xudo xolasa buni ichida pult o'rnida ishlamaydi. Ya'ni akamiz xuddi shu holatni tanladilar. O'zlarida Magicar bor ekan, lekin kalt ichidagi chipni, ya'ni pult ichidagi chipni programmalashtirib berganmiz. Kalt ishlarigacha ochib berganmiz. Avtomobilimiz ko'rishingiz mumkin. Immo значок o'chdi, mana zavod qilamiz. Zavod bo'ldi, avtomobilimiz как положено. Xo'p, endi o'zida mana отдельно bir chipi bilan kelgan ekanlar. Hozir buni chipni oldik. Mana oddiy kalit, bez chip. Buni mana zamokda ochsak, immo значок migatib qoladi mana. Kalt chipini ko'rmasa, zavod bo'lmaydi. Avtomobilimiz mana zavod qilib ko'ramiz, qo'shyapman. Zavod bo'lmayapti. Kimga mana shunaqa xizmatlarimiz qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsangizlar, ishlaringizni sifatli qilib bitirib beramiz.